do'ppisini otsin osmonga, ko'zi kulib boqsin zamonga, qo'li dadil uzatsin nonga. Hayot bo'lsa kimning onasi, go'zal taqdir peshonasi bor, tillo to'la koshonasi bor. Makka tillo ostonasi bor. Hayot bo'lsa kimning onasi? Osmon kulsa oyi o'shadir, kamon uchsa yoyi o'shadir. Hey, odamlarning boyi o'shadir. Hayot bo'lsa kimning onasi? Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Zubayra onajon bilan bog'landimmi? Ha. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Sog' salomatmisiz? Tan joningiz sog'mi? Bugungi shodiyona, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin onajon. Rahmat, qizim, rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Yaratgan Allohimga ne'mat, payg'ambarimizga ummat bo'lgan 68 yosh bahoringiz qutlug' bo'lsin. Ilohim yuz yoshlarni ko'rib yuring, hech qachon yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum tark etmasin. Shunchaki yashamang, oddiy yashamang. O'lmaydigan ezgu izlar qoldiring. Yaxshilik urug'ini tanimay sevuvchi ilmli o'g'il qizlar qoldiring. Oddiygina kulmang, zavqlanib kuling. Jo'r bo'lsin olamlar shodligingizga. Shunchaki kurashmang, o'zgacha bo'ling. Dushmanlar tan bersin mardligingizga. Ayni daqiqalarda siz bilan tabriklar o'z loyihasi kamina boshlovchingiz Dinaraxon. Yaqinlaringizdan juda chiroyli dilxorlar tabriknomalari kelgan onajon. Qaysi yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Bir taxmin qilingchi, sizni mana shunaqa ayyomingizda dildan yurakdan quvontirmoqchi bo'lgan insonlaringiz kim bo'lishlari mumkin? Sirli insonlar. O'g'lim bo'lish kerak. O'g'illaringiz, albatta o'g'illaringiz qo'shilib qolgan mehribon o'g'illaringiz sizni jon-jonidan yaxshi ko'rishadi. Yana kim bo'lishlari mumkin? O'sinima bo'lish mumkin. Karima o'sini. O'g'illaringiz, yana taxminlaringiz. Odiljon o'g'lim bo'ladi. O'g'illaringiz qo'shilib qolganlar onajon, yana taxminlaringiz bormi? Ha, qizim. Albatta, mehriboningiz. Oy yuzli oq ko'ngil qizalog'ingiz tomonidan kelgan Maftun opajonim yo'llagan tabriknomalar dilizxorlari. Ha, rahmat. Tashakkur. Barcha yaqinlaringiz qo'shilib qolgan, o'g'illaringiz rahmat. Odiljon aka hamda Obidjon akalar qo'shilib qolganlar. Ozgina qimmatli vaqtingizni olsam-da onajon, qizalog'ingiz yo'llagan dilizxorlarni o'qib eshittirsam. Xo'p, mayli qizim. Assalomu alaykum mening mehribonim, jonajonim, jannatim onajonim. Bugungi shodiyona shukrona tavallud ayyomingiz qutlug' bo'lsin. Ilohim umringiz uzun bo'lsin. Bizning oilamizning, hammamizning baxtimizga sog' bo'ling. Allohimga ming shukrlar bo'lsin. Sizdek mehribon, samimiy, sofdil, mukammal insonni ona qilib berganlariga. Boringizga shukr. Hayotning har xil qiyinchiliklaridan sabr bardoshingiz, oqila zikkoligingiz bilan yengib o'tmoqdasiz. Siz bilan faxrlanamiz. Jannat onalar oyog'i ostidadir deyshadi. Siz bizning jannatimizsiz. Inshaalloh siz, men akalarim hammamiz birgalikda Makka va Madinalarda qayta mehmon bo'lishlik nasib qilsin. Allohimdan duolarda so'rayman, siz va dadajonimga jannatlarda tojlar kiydirishni. Onajonim, jannatim, sizni jondan ortiq yaxshi ko'raman. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Doimo mana shunday yonimizda kulib, chiroyli bo'lib yuring. Shunday deya chiroyli so'znomalarni yakunlaganlar, mehribon qizalog'ingizdan shirin nomalar ham kelgan onajon. Uni ham o'qib eshittirsam ruxsatingiz bilan. Ha, bemalol qizim. Sochlariga oralabdi oq, yarashibdi ajinlar biroq. Qadrligim hammadan ko'proq, hali uzoq yashasin onam. Yo'llarini kutar nigohim, tashvishimga bo'lar panohim. Ijobat qil yolg'iz Allohim, hali uzoq yashasin onam. Mehribonim yuzlarga kirsin. Duo qilib yonimda turib, iqbolimdan quvonchga to'lsin. Hali uzoq yashasin onam. Hokisorim, bolamdir har kun. G'amimni yer kecha-yu bugun. Umri o'tar faqat men uchun. Hali uzoq yashasin onam. Nabiralar ko'rib bosh bo'lib, o'g'illarga yelkadosh bo'lib, qizlariga sirdosh bo'lib, hali uzoq yashasin onam. Yaratganim baxtini tilang, to'ylar ko'rsin hojilar qilay, xizmatida jannatiy bo'lay. Hali uzoq yashasin onam. Mehribonim bebahoginam, o'xshashi yo'q yolg'iz yagonam. Eng azizim, eng tanhoginam.
hali uzoq yashasin onam. Shunday deya chiroyli she'rinomalarga ham yakun yasabdilar qizalog'ingiz. Ayni daqiqalarda siz bilan suhbatimiz esdalik maqsadiga yozib olinmoqda. Onajon, mehribon qizalog'ingizga tilaklaringiz, dildastxorlaringiz bo'lsa bemalol yo'llashingiz mumkin. Orsiz fursatlardan so'ng bu tabrikni o'zlari ham eshitadilar. Rahmat qizim, tanjonlari sog' bo'lsin, o'g'lim ham, qizim ham baxtimga uzoq umr ko'rsin. Shular rohatini ko'rib yurish nasib bo'lsin. Hammamiz birgalikda hojlarga borish nasib bo'lsin. Uyga kelganimda ham hammasi yonimda yursin. Xudo mana nevara chevaralarning to'ylarini qilib hammasiga bosh bo'lib yurish nasib bo'lsin. Bolalarim shunaqa yaxshi bolalarim borligidan faxrlanaman. Uzoq umr ko'rsin. Tanajoning sog' bo'lsin, hammasi bolalaring baxtiga uzoq umr ko'rsin. Boy bo'lsin, badavlat bo'lsin. Xudoga borlariga shukr, Allohga behisoblar shukr. Rahmat qizim. Tashakkur. Mehr-oqibatlilarga ko'z tegmasin. Doimo mana shunaqa mehrli, oqibatli bo'lib yuringlar. Shunaqa chiroyli dilizxonlaringiz, tilaklaringiz umringiz davomida o'zingizga ham yo'ldosh bo'lsin onajon. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Doimo mana shunday mehribon farzandlar ardog'ida bo'lib yuring. Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat qizim, taboringizga shukr. Sizga ham rahmat katta. Tashakkur. Yozilib qoldimi hozir? Qayerga yozildi qizim? Yozildi. Chiroyli qilib tayyorlab beraman. Allohga omonatsiz, o'zingizni ehtiyot qiling onajon. Qizim, rahmat, tanijoningiz. Tashakkur. Keling, o'tiramiz tug'ilgan kunda. Tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazib olinglar. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Yuzimga nur sochgan quyoshim onam, qalbimga dur sochgan quvonchim onam. Dard cheksam bolam deb boshimni silab, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydim tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz, olib beray zo'r ro'mollardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyo.